aynan mana shu tutun tufayli tabiat zararlanmoqda. Biz bugun yana reyddamiz. Noto'g'ri ish qilib qo'ydim, balon yoqib qo'ydim. Avval bilmasmidingiz balon yoqish mumkin emasligini? Yo'q. O'zi 5 yildan beri rahbarman. Bir marta yoqdik. U yoqib olish uchun bo'ladi bu narsa. Zavod rahbarining bizga ma'lum qilishicha, u faqat bir kun 50 dona shina yoqqan ekan. Lekin bu yerda simlar 50 tadan ko'p shinaga tegishli. Undan ham yomoni, u yana shu kabi shinalarni yoqishni reja qilgan. Buni zaxiradan ham ko'rish mumkin. Ish boshlanganda lokal olish uchun qilinadigan narsa bu. Boshqa yoqilmaydi. Faqat ko'mirdan. Gaz uzilgandan keyin ko'mirga ruxsat berilgan. Ko'mir olib kelib yoqamiz. Filtrlar bormi? Filtr hali qo'yishga ulgurmadik. Shinalar aynan mana shu qozonda yoqilgan. Buni qarang. Mikrofonimiz ham qora qurum bo'lib ketdi hamma joyi. Endi ushbu shinalar maxsus avtomobillari yordamida kerakli manzilga olib ketiladigan bo'ldi. Harna havoga ortiqcha yana qora tutun chiqmaydigan bo'ldi. Shunisiga xursandman. Siz ko'rib turganingiz bu ko'mir aralashgan xom g'ishtlar aynan mana shu tandirda pishirilar ekan. Tandirning kattaligini qarang. Bizga aytilishicha, bitta shu tandirning o'zi 100 metr ekan. Bu joyda bunaqa tandirlardan yana nechtasi bor? Hovlimizda o'tirib bo'lmaydi-da. Haligi oq kirlarni yoyib qo'ysangiz qop-qora bo'ladi. Nevaralarimiz bunlarini ichi qorayib ketadi. Shu rezinkani sassiq keladi, ko'mir sassiq. Ilgari bizda rosa toza havo edi. Hozir vaqti yashab bo'lmay qoldi. U qora tutunlar chiqadi. Xalq bolalar qiynalyapti, o'zimiz allergiya bo'lib qolyapmiz. Kechasi kunduz chiqarishadimi, hovlilar qurum, hamma yoq. Bu zavodda o'zi faoliyatiga 20 yil, 30 yil biz yoshligimizdan ishlagan, lekin u paytlarda bunaqa bo'lmasdi. Bizgacha yetib bormas edi. 2-3 yildan burun hovlida yashab bo'lmay qoldi. Ishlamasin demaymiz, tadbirkorlik qilishaversin, faqat o'sha ekologiya chora-tadbirlariga rioya qilgan holda qilishsa, bizning hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Bu ishdan afsusda biz endi xalqimizdan, mahalladan uzr so'rayman. Ma'lumotlarda aytilishicha, aynan ushbu zavodning umumiy yer maydoni 3 gektarga teng ekan. Bu yerda bir kunda 16 ming donadan 18 ming donagacha g'isht ishlab chiqarilar ekan. Navbatdagi tungi reydimiz davomida bu holat aniqlandi. Zaharli moddalarni ushlab qoluvchi filtr yo'qligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli tadbirkorga nisbatan ma'mur bayon rasmiylashtirib, ochiq havoga chiqargan zaharli tutun sabab ushbu korxonaning faoliyati vaqtinchaga to'xtatildi. Darvoqe eslatib o'tamiz, shu kabi reyd tadbirlari davom etmoqda. Yuring tezroq ketaylik, xavfli joylar ekan.